Bir ulug'vor odam aytadiki, vaqti bir musibat kelsa, o'sha vaqtda odam inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Lekin mabodo keyinchalik qachondir o'sha musibatni yana bir marta yodiga kelib qolsa, o'sha vaqtda yana inna lillahi qaytarish kerak deydi. Musibatni ham. Eslasa. Xuddi shunday gunoh ham bir musibat u. Dunyoviy musibatlardan ko'ra qattiqroq musibat bu. Shuning sababidan Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vasallam duolarida aytganlarki, Allohumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya'ni Alloh bizni musibatimizni bizni dinimizda qilib qo'ymagin deganlar. Musibat dinimizda kelmasin bizga. Agar u musibat bizni dunyomizda bo'lsa, u qadar katta musibat emas. Lekin agarchi biz undan ham panoh so'raymiz lekin. U ham kelmasin unaqangi musibat ham. Lekin dinda musibat kelmasin ummat. Gunoh va ma'siyatga irtikob qilishlik, amalga oshirishlik gunohni bu odamning dindagi musibati shu. Xuddi shunday hadisda musibat yodiga kelgan vaqtida inna lillahi o'qishga bizga buyurilganimizdek, xuddi shunday gunoh yodimizga kelgandan ikkinchi marta tavba qilishimiz kerak biz. O'zimiz xohlamagan tarzda kelib qolsa ham istig'for etaylik. Allohumma inni astag'firuka va atubu ilayk deyishimiz kerak. Bizning hazratimiz, ya'ni doktor Abdulla aytadilarki, istig'for bilan birga o'sha gunohdan Alloh taolodan keyin panoh ham so'ragin. Astag'firulloh deganda orqasidan ey Xudoyim ikkinchi shu narsaga meni mubtalo qilmagin deb ham so'ragin. Panoh so'rash shu. Ey Alloh, menga mana shu gunohda hayoli kelyapti. Mabodo yana oyog'im toyilib ketib qolmasin, shu gunohga mubtalo bo'lib qolmay degan. Ey Alloh, men sendan panoh so'rayman degan. Allohumma inni a'udhu bika min sharri nafsi deyish kerak. Bu panoh so'rash bo'ladi. O'zimning nafsimning yomonligidan sana panohingga qochaman deb. Hazrat Payg'ambar alayhisalom qanday duolarni bizga o'rgatganlarki, dunyo bilan oxiratning hojatlarini birorta burchagi qolmagan. Ikki olamni sarvari Hazrat Payg'ambar alayhisalom so'ramagan duolari qolmagan. Bitta duoda keladi, Allohumma inni a'udhu bika min sharri shayton va shirki keladi. Ya Alloh, shaytonning sharridan va uni shirkidan panoh so'rayman. Lihaza, ya'ni vaqtiki qancha o'tgan gunoh sizni hayolingizga kelsa, o'sha vaqtda ikkinchi marotaba istig'for ayting. O'sha mana shu duo bilan siz Alloh taoloning panohini ham so'rab oling. Tavbada qoyim turishlik uchun Alloh taolodan madad so'rang. Bandani ishi shuki, o'zini tomonidan qadamni tashlasin. Qanchalik buni imkonida bo'lsa, o'shanchalik imkonidagi ishni qilsin. Keyin u yog'ida endi kelajakdagi ishni Alloh taologa havola qilsin. Ya'ni undan madad so'rasin. Aytsinki, Alloh meni qo'limda, toqatimda shunchalik bor edi. Endi u yog'ini mukammallashtirish va unda sobit qadam qilishlik seni qabzai qudratingda u narsa. Sen menga o'zing qudrat, toqat ato qilgin degan. Men o'zim tomonidan tavba qildim. Lekin Alloh buni tavbani mukammal qilishim va bu tavbada qoyim turishligim seni qudratingda. Seni rahmating bilan men bunda qoyim bo'lishim mumkin. Mana shu ikkita ishni qilsang degan ekanlar doktor Abduray. Bo'ldi, sen tavfiq topding sen. Muvaffaqiyatga erishasan sen. Avvalgisi tavba qilasan, kelajakda sobit turishlik uchun duo qilasan. O'shani Hazrat Tahonim aytayaptilarki, tavbani yangilagandan ishingda davom etaver deyapti. Undan u yog'iga harakat qilishliging g'ulu hisoblanadi. Ya'ni gunoh xayolingga kelgandan keyin astag'firullohni o'qiginu, bo'ldi, ishingda davom et. Undan keyin bu xayol nimaga menga kelyapti, nimaga qayta kelaveradi, mabodo iflos bo'lib ketmadimmikin, yoki shaytonni oldida yana men mag'lub bo'lib qolmadimmikin, endi meni isloh bo'lishim umidi yo'q ekanda, men tuzalmas ekanman, odam bo'lmas ekanman degan narsalar qilmaslik kerak endi. Bunaqangi qismdagi hayolotlarni keltirishlik endi g'ulu hisoblanadi. Chunki vaqtiki Alloh taolo tavba qilgin dedimi, biz tavba qildik. Endi bizning ixtiyorimizdan tashqari hayolotlar kelib turgan bo'lsa, biz undan ham tavba qilyapmiz hatto. Biz beixtiyor kelganiga ham tavba qilyapmiz. Endi sen o'sha gunoh degan vazifani o'zing bilolmay endi. Gunoh degan vazifani murod tasbih o'g'irlagan qolmang. Gunoh tasbihini o'g'irlagan emas. Ya'ni o'zing ishini davom ettir. Bundan ziyoda harakat mubolag'a hisoblanadi.